Ushbu videoda ko'rayotgan insonning zurriyotidan Baytullohning imomlari yetishib chiqsin. Ushbu videoga like bosib, do'stiga jo'natib qo'ygan insonlar ana shu barmoqlari ila Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak barmoqlaridan Kavsar suvlarini ichib sevroq bo'lsin. Inshaalloh deb kommentariya yozgan insonni 10 yelkasidagi farishtalar savob daftarlarini to'ldirib tashlasin do'stim. Niyatlarning go'zalligini qarang. Kanalga obuna bo'lib qo'ying do'stim. Kanalga obuna bo'lganingiz singari inshaalloh jannatga obuna bo'ling. Do'stim, qarang, siz arab alifbosini o'qishni bilmaysiz, lekin Qur'on o'qishni qalbingiz ila xohlaysizmi? Ko'rib turgan kitoblar 6 ta kitobda bitta kitobga jamlanmasi bo'lib, ya'ni kim Qur'onimiz kiril alifbosida yozilgan. Kitobimizni mana shu videoda ko'rib turgan jannatiy birodarim uchun Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul. Xarid qilish uchun +7 kodi bilan 953 159 96 06 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu videoga bittadan shunaqa qilib like bosib qo'yasizlar do'stlar. Inshaalloh xizmatdamiz.